Dostlar, bugungi obzorumizda qurilish tugallanmagan 6 sotk yer maydonida ega uglovoy 2 qavatli joy bo'ladi. Planlardan voобще gap yo'q. Tashkentskiy stilda solingan bo'ladi. Uyning ishlari bilan tanishtirib o'tamiz. Bu uyimizga kirish qismi bo'ladi. Bu yerda darvozaxona bo'lishi kerak plan bo'yicha. Zabor bo'ladi. Uyimiz orqa tarafga qarab solingan, sababi quyosh tushib turishi uchun. Dostlar, bu joyimizning birinchi qavati polniy pishag'ichdan bo'lgan, ikkinchi qavati qamishdan bo'lgan. Birinchi qavati plita bilan 100% bostirilgan, sesna poyezlari ishlangan, sifatli armaturalar ishlatilgan. Bu uyimizga kirish qismi bo'ladi, ichiga gilamli eshik bo'ladi. Adlar bunday shesigaran qilib ishlangan, orqa taraflari polniy zaborlangan. Orqadan pajani xot uchun ish qoldirilgan. Kirganimizda ana shunday katta hol bo'ladi. Yon tarafda oynalari bor. Kirganimizda o'ng qo'limizda zal joylashgan bo'ladi. Birimiz mehmonxona bo'ladi. Oynalar ko'cha tarafga qaragan, orqa tarafga plita bilan sifatli qilib yaxshi qilib ishlangan. Xonamiz keng. Holdan orqaga chiqqanimizda mana shunday katta ayvoncha bo'ladi. Xalasanglar yozgi teraska qilsanglar ham bo'ladi. Oynalar bu yoq tarafga, qapital tarafga qaragan, orqa tarafga qarab 3 dona oyna, splashli oyna o'rin qoldirilgan. Yuqorimiz ochiq bo'ladi. Bunday oynalama erganak qilinadi. Yuqori bilat bo'ladi. Shunday to'g'ri kelganimizda bu yerda yuqorgi pastki qavat uchun sanuzel o'rin qoldirilgan. Bu tarafimiz yana bir o'tirish xonasi bo'ladi. Mehmonxona, xalasangiz spalniy qilsanglar ham bo'ladi. Plitaga yaxshi qilib bosilgan, pishag'ichdan oynalari orqa tarafga qaragan bo'ladi. Bu xonadan chiqqanimizdan keyin bu yerimiz katta oshxona bo'ladi. Podvalga e'tibor beramiz. Odam bo'yli qilib podval ham ishlangan. Oshxona bo'ladi. Oshxonadan orqaga chiqish eshigi bor, orqaga qaragan bir oynasi bor. Bu yerimiz birinchi etaj uchun общий sanuzel bo'ladi. Yuqoriga chiqqanimizda ikkinchi qavat uchun ikki chetimizda 2 dona spalniy bor. Eshiklarni ko'rib tursa, ikki spalniy uchun отдельный sanuzel bo'ladi. Spalniyning ichidan sanuzelga kirish joyi bo'ladi. Eng to'rda 2 dona spalniy joylashgan bo'ladi. O'rtada yana bir zal, yuqori past bir xil razmerda. Keyin hol bo'ladi katta. Oynalari ko'cha tarafga, yon tarafga qaragan bo'ladi. Bu yerimiz orqadan chiqish eshigi bo'ladi, uyning orqasidan. Oshxonadan chiqish eshigi ham bor. Bu yerimiz navis qilinadi ekan. Zabor o'rinlari, fundamentlari ishlangan. O'zi aslida bu taraf ko'cha taraf, lekin joyni quyosh tushish uchun orqaga qarab solganlar. Fundamentlari sifatli qilib, zo'r qilib ishlangan. Podushlar ham tiyindan mustahkam qilib ishlangan. Egalar aytish bo'yicha eng sifatli, yaxshi armaturalardan foydalangan. Общий hisobda yuqori bilan pastni hisoblaganda 8 qat joy bo'ladi. 3 spalniy, 2 zal, ayvonchasi, holi bor, oshxonasi bor. Общий hisobda 8 xona bo'ladi. Bu joyimizning chegarasi bo'ladi. Bu tarafga qarab polniy zabor tortiladi. Darvozani qoladi. Bu yoq tarafi quyilgan. Tak do'stlar, bu yerimiz orientir yaxshi yerda joylashgan. Gaz, svet, suv, kanalizatsiya, Wi-Fi'dan muammo yo'q. Narxiga kelsak, narxi 300 million so'm. Qaytlarida kelishlar payg'asi bor. Bo'ston Makler kanaliga chiqsanglar, kelishib, normal servisda olsanglar bo'ladi. Yana telefon nomer qoldiraman, bemalol telefon qilib bog'lansanglar, o'zingiz apkib batafsil tanishtirib ko'rsatamiz. Manzilimiz 50 qavat tumani, Bo'ston shahri, Iqbol musiqasida Erkin ko'chasida joylashgan bo'ladi. Uglovoyda joylashgan, ham yer asfalt, bu tarafimiz kengishlik.